Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz. Max Tuningda Cobalt avtomobilida yana bitta skromniy proyektni tayyor qilib o'z egalariga topshiryapmiz. Qilingan ishlarni ko'rsatib obzor qilamiz. O'zingizlar ham ko'rib guvoh bo'lib turibsizlar. Avtomobilda premium sidena chexolli, ko'liklar bilan komplekt seriyalangda Malibu 2 original rul, Malibu 2 bar hamda TS CC3 monitorlarni tepaga o'rnatib joylab berganmiz. Orqa kamerasi hamda parktroniklari ham bor komplektida. Ramkalar ham qolib, zavod rangi ham idealniy, pechka havo chiqarishlari ham yaxshi. 10 dyumli TS CC3 o'rnatib berganmiz. Xo'p, qaranglar, mana zadniy ko'rib ko'rsatib beramiz. Mana iminnoy signal beryapti mana shu yerda. Mana fishkani qo'yib qo'yganmiz. Ko'rasizlar, yaqin turganligi uchun mana zadniyga bizdan ogohlantiryapti sensor. Zadniy kameralari ham Full HD, rulni burganda buriladigan eng oxirgilardan o'rnatib berganmiz. Monitor o'zi ham zo'r, gap bo'lishi mumkin emas. TCC3 zadniy kameralari bilan birga o'rnatildi. Полный full komplektatsiya. Bundan keyin Malibu rulimiz bor, cruise kontrollar aktiv bo'lgan, podsvetkalar birizoviy, полный barrak ham, rullik ham. Multimedialari ham mana shu monitorimizga ulab ishlatilgan. Bundan keyin bitta original start stop berganmiz. Bu ham mushuk ishlaydi. Salon podsvetka qilindi. Полный eshiklari bilan hamda o'zini shtatniy pultiga avtozapus, tabloga suv gradus ham yoqib beradi.